Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Plomba tushib ketsa, tishga plomba karies paydo bo'lsa yoki tish olib tashlansagina qo'yiladi. Agar plomba bo'lmasa, turli mikrob va bakteriyalar tish ichiga osongina kirib borishi mumkin. Natijada tish zararlanadi va karies paydo bo'ladi. Qancha uzoq vaqt plombasiz yursangiz, kasallantiruvchi mikroorganizmlar shuncha kuchli rivojlanadi. Agar u vaqtida davolanmasa, zararlanish o'chog'i pulpa, ya'ni har bir tish o'rtasidagi bo'shliqni to'ldirib turadigan biriktiruvchi to'qimaga ham o'tib ketishi mumkin. Natijada pulpit, tishni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlari va nerv tolalarining yallig'lanishi hamda tish atrofidagi to'qimalarning yallig'lanishi kasalliklari ham yuzaga kelishi mumkin. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sizlarga sihat salomatlik tilab qolamiz.